Mana shundan chiqayotgan tutun jinlar uchun zaharli ekanda, bu o'sha mashhur kundur yelimi bo'ladi. Ko'pchilik buni shundoq suvga aralashtirib ichsa odamning zehnini oshirishga yordam beradi va asablarni tinchlantiradi. Uyni har xil yomon narsalardan tozalash uchun esa tutatib qo'yish kerak ekanda. Shuning uchun mana shunaqangi zajgalkalardan ham olib kelib qo'yganmiz. Ishlatish uchun juda ham qulaydi. Mana aka bitta buni ishlatib ko'rsating-da. Shu ochiladigan joyi bor, shuni ochasizda. Ikkita dona kundur olib, ichiga solib. Vallo, xuddi shunaqa qilib yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin uydan yoqimli hid kelishi uchun ko'pchilik buxur so'raydi. Mana buxurlarni ham har xildan olib kelib qo'yganmiz. Yoqimli hidlari juda ham zo'r. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Bizning manzil Toshkent shahar Yunusobod dehqon bozor 494-joy.